Assalom aka ukalar, hammalaringga assalomu alaykum. Keling, siz bilan birinchi kelishib olaylik. Siz podpiska like deb bo'lsangiz, men esa bu mashinani narxini boshida aytaman. $5500, 2020-yil mexanika rangi oq. Obzorga ketdik. Xullas kalom aka ukalar, ko'rib turganlaringdek mashinamiz rangi oq, 2020-yil, holachasi yaxshi holatda turibdi, balon holati ham yaxshi holatda turibdi. Hech qanaqa xarajat qilmaysiz demoqchiman. Olib mazza qilib minish uchun hamma sharoitlar qilingan. Tanglovkachalar ham mavjud. Lekin Nexia 3 deyiladi-yu, lekin komforti rostdan ham zo'r. Chunki bunaqa pulga o'zi aslida Nexia 2 ni ayrim bir xaridorlarimiz olishyapti. 5500 ga faqat siz, men shaxsan siz uchun qo'yib beraman $5500 ga. Xullas kalom, shtatli magnitofonlar barchalar qo'yilgan, chuqurlar qilingan, evakorporiklar qilingan. Pulni urotgan paytida, chunki metan ham mavjud. Ekonomik variant. Olib mazza qilmang. Danli momentga hozir propan narxi oshgan paytda siz uchun metan выгодный. $5500 shuni olib kelasiz. Yana agar men bilan savdolashsangiz, tortishish, savdolashish bu halol. Dinimizda ko'rsatilgan. Tortishsangiz yana sunnatiga o'tib beraman. Siz uchun faqat siz uchun aka bilib oling. Xullas kalom, o'zi Nexia 3 olsangiz agar bir toqqami, boqqami chiqib, shashichani pishirib, bagajnikdan muzikani eshitib, faqat meni obunachilarim uchun $5500 ga qo'ydik. Boshda ham aytib o'tdim narxini, shu uchun podpiskani bosib qo'ying. Agarda siz meni obunachim bo'lsangiz, past nomerlarni qoldiraman, aloqa chiqinglar. $5500 yana sunnatiga har doimgidek o'tib beriladigan joyi ham mavjud. Tak что tanlovda adashmang. Urgut.uz avtojamoasi faqat sizlar uchun shunaqa narx-navoni olib kelishga harakat qiladi. Sizlardan podpiska, like bo'lsanglar, men uchun motivatsiya, yanada ko'proq, yanada arzonroq mashina olib kelishga harakat qilamiz. Tak что aka ukalar,